Assalomu alaykum azizlar. Olmalarimizga achchiq sepyapmiz. Zamburug'li kasalliklarga qarshi. Mutaxassislar shunaqa tavsiya bo'lganida cho'miltirib sepish kerak ekan. Daraxtlarga hali mevasi turgan holida sepyapmiz. Keyin mevasi yig'ishtirib olingandan keyin bak ko'pishdan oldin yana bir marta sepamiz. Bu kelgusi yil uchun kasalliklarga qarshi olmalarimizda chirish kasalliklari bor edi. Bunaqa chirish holatlari shuning uchun cho'miltirib sepilyapti. Kasalliklarga qarshi bu tabiiy toza bog'imiz kimyoviy o't zaharlar berilmagan. Shuning hisobiga kasalliklarga mana shu achchiqlar bilan tabiiy yo'l bilan kurashilyapti inshaalloh. Vaqt kurashlar o'zi foydali qilsin harakatlarimizda. Bu Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi bog'imiz. Hozirda shu yerda hamkorlik qilib turibmiz, xudo xolasa. Bu achchiqlar quyosh botgandan keyin sepiladi, qorong'ida, shomdan keyin. Ishtaman ozgina muammoroq, kechasi ishlash sal qiyinroq. Imkon qadar qorong'i tushib qolguncha sepib qolinyapti mana shunaqa qilib.